Chet elga o'qishga borishingizdan avval siz avvalambor birinchi qiladigan ishingiz turar joyni aniqlashtirish kerak. Yoki yotoqxonaga yoki kvartiraga turishingizdan qat'iy nazar siz borishingizdan oldin u joyni topib, bronировать qilib qo'yishingiz kerak. Sababi, siz borganingizdan keyin u davlat sizni katta xolingizni uyi emas. Siz 1 kun yoki 2 kun ichida siz u davlatdan kvartira yoki yotoqxona topishingiz mumkin emas. Chunki juda ham qiyin. Sizga birinchidan hujjatlaringiz talab qilinadi, ikkinchidan mablag' talab qilinadi. Shu uchun ham bir xil ayrim talabalar borgandan keyin uy topaman deb o'ylab yoki ularni konsaltingga ogohlantirmaganligi sababli ular borishadi, o'zi bilan aytgan 3000-4000 dollar budjetni aytishadi-da, bir hafta, 2 hafta borganlaridan keyin uy topa olmasdan gostinitsada turishadi yoki qanaqadir hostellarda turishadi. Hostellarda turgandan keyin yoki gostinitsada turgandan keyin samo sabay juda ham ko'p pul ishlatasiz va ularni budjeti tugab qoladi. Men shunaqa misollarni bilaman. Studentlar Germaniyaga o'qishga borib, misol uchun bor pulini bir hafta davomida ishlatib qo'yib, keyin metro, har xil chim bog'larda uxlab qolishgan. Va bunaqa holat o'zimizning o'zbek talabalarida juda ham ko'p uchraydi. Shu uchun ham siz qanaqa konsalting bilan ketishingizdan qat'iy nazar ulardan yordam so'rang. Ya'ni siz u davlatga o'qishga borayotgan paytingiz sizga turar joydan yoki yotoqxonadan yordam berib bilishadimi yo'qmi? Agar yordam berib bilishmasa, o'sha yerdan o'zingiz internet orqali qidirib topib, обязательно borishingizdan avval turar joyingizni aniqlab qo'ying.